Og'izdan achchiq shilimshiq kelishiga sabab bo'ladigan tashxislardan biri bu GERD kasalligi. Gastroezofageal reflux deb aytiladi. Bu degani bizni ovqatni oshqozonga olib boradigan shlankamiz bor, to'g'rimi? Qizillo'ngach deb aytiladi. Mana shu ovqatni yutinganimizdan keyin oshqozonga borib tushib, tepaga ko'tarilib ketmasligi uchun klapan vazifasini o'tab turuvchi oshqozon va qizillo'ngachning orasida maxsus siqilgan joyi borda. U umuman suyuqlik ham, hatto ignaday narsani ham tepaga chiqarib yubormasligi kerak bo'ladi. Vazifasi asli normada. Chunki oshqozonning ichidagi kislota, achchiq muhit yuqoriga ko'tariladigan bo'lsa, qizillo'ngachni kuydiradi. Bu jig'ildon qaynashiga olib keladi. Endi ayrim holatlarda biz kechki payt juda ko'p ovqatni yeb, oradan 2 soat o'tmasdan uxlab qoladigan bo'lsak, bu narsa muntazam davom qilib yuraversa yoki bo'lmasa bo'kib ovqatlanib yonboshlab yotib qoladigan bo'lsak, mana shu klapanimiz ishdan chiqadi. Bu ishdan chiqqandan keyin tepaga ovqatni oshqozonning ichidagi suyuqlik ishilib chiqib bilan bir munchasi ko'tariladi. Mana shuni reflux deb aytiladi. Demak, birinchi navbatda bu kasallik bor yoki yo'qligini bilish uchun afsuski ko'pchilikka yoqmaydigan tekshiruv usuli bu zond yutish. Mana shu zond orqali o'sha joyning necha darajali buzilganligi, u klapanning qay darajada darz ketganligini bilish uchun aniq tashxis qo'yishingiz mumkin. Agar sizda GERD kasalligi bo'ladigan bo'lsa, shu kasallikni tuzatmasangiz, og'izdan yomon achchiqdan, og'izdan hid kelib, jig'ildon qaynab yuraverasiz, davom qilaveradi. Telegramda qidiruv joyiga Ischanov deb so'z yozsangiz, mana rasmiy kanalimni chiqarib beradi. Ya'ni doktor Ischanovni. Doktor Ischanovning Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Mana ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal. Telegramdagi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying deganimiz sababi YouTube'ga chiqarilmaydigan dolzarb yangiliklar, muammolar, masala, tavsiyalar, qisqa lavhalar tez chiqarilib turadi. Ko'rib borasiz.